Salom qizlar, bugun 4-kun. Oyoqlarimga bir kundan berdim, chunki dam bu mushaklarimiz uchun juda ham muhim. Hozir krossovkamizni kiyamiz va shu uchalasidan mana shunda bugun ham qilamiz. Bu tekis bosadigan, bunisi esa поворотный. Mana kiyib oldim, обязательно krossovkalar bilan shug'ullanish shart. Va bilasizlarmi qizlar, oxirgi payt achoklarim, umuman yuzimda, butun tanamda achoklarim ketdi. Shu maqsadda shug'ullanayotganim. Обязательно qo'shiq qo'yib olamiz, yaxshi kayfiyat uchun. Va quvvali kostyumni ham kiyib olaman. 0 qilamiz. 0 bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim, boshladik. Razminka qilib olish kerak. Charchab ketdim. Endi 2 minut qilib oldim. 30 sekundda bo'lamiz. Dam oldim, yana 3 minut qilamiz endi. Lekin oyoqlarim ancha o'rganibdi, Xudoga shukr. Voy Alloh, hali 3 minut ham qilmadim. Yana 2 minut bor. Bo'ldi, 5 minut tugatdik. Mana ko'rsanglar bo'ladi terlaganimni. Xullas qizlar, charchanib 5 minut qilib ham rosa terladim. Xullas bizda ikkita unaqa varianti bor, ya'ni yonboshga bosadigan, bunda yonboshga bunda bosiladi, tekis esa bunda bosiladi. O'sha xullas ikkalasining farqi nimada? Ikkalasi ham juda ham eng zo'r brend, ikkalasi aka-uka почти. Просто har xil bosiladi va yonga bosiladigan butun tanani ko'proq ishlatadi. Buni esa bu ham yaxshi, xullas ikkalasi ham почти bir xil ekan. Men uchun men farq пока что sezmadim. Sizlarga ham kerak bo'lsa kommentariyga baribir so'zini yozinglar va men sizlarga Telegram tashlab beraman. O'sha yerda murojaat qilsanglar narxlarini va ma'lumotlarni ham tashlab beraman qizlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham zo'r narsa ekan. Buni qilganimdan beri energiyam oshyapti va alhamdulillah oyoqlarim stroyniy bo'lib, sellyulitlarim ham ketyapti. Sizlarni yaxshi ko'raman.